Assalomu alaykum. So'z yodlashda davom etamiz. Hop, vaqtni qo'yib olamiz. Ketdi. Shelf. Shelfga sherif kelyapti. Ma'nosi javon ekan. Bitta sherif javonda turibdi kitoblarning yonida. Kitoblarga o'xshab. Shelf. Javon. Berry. Jerry kelyapti. Tommy Jerry degan. Sichqon bor, Jerry. O'sha kelyapti. Ma'nosi rezavor meva ekan. Xo'p, berry. Tasavvur qilamiz. Jerry shu malinani yeyapti. Berry. Jerry malina yeyapti. Shu malinaga o'xshagan mevalar, rezavor meva. Adashmasam. Opinion. Do'ppi kelyapti. Opinion. Do'ppi mana. Bosh kelyapti faqat boshiga. Opinion do'ppi. Yoki opinion. O'pich kelyapti yoki mana fikr, nuqtai nazar. Do'ppini o'payotgan tasavvur qilamiz. Opinion. Familiar. Bugun familiya kelyapti. Ma'nosi ekan, yaqin tanish ekan. Familiyam menga yaqin. Familiar. Worse kelyapti. Ma'nosi yomonroq ekan. Bitta o'rs borgan sari yomonlashib ketyapti, yovuzlashib. Worse. Comprehendga kampir kelyapti. Kampir. Xo'p, ma'nosi tushunmoq, anglamoq ekan. Bitta kampir bizga qarab, tushunib olgan oldin, u kimsan o'zi deb urush beryapti, misol uchun. Comprehend. Serve. Ser kelyapti. Ser deyishadi. Xizmat qilmoq. Serve. Bitta ser bizga xizmat qilyapti. Ofitsiantga o'xshab. Qo'lni padnis bilan. Serve. Keyingi so'zimiz trick. Trick degan so'z kelyapti. Yoki triko. Hop, aldash, hiyla. Bitta soldat o'zini o'lganga solib, lekin aslida trick, hiyla qilyapti. Trick. Bitta dushmani bo'lsa ko'rib qoldi. Triu deb baqiryapti. Trick. Keyingi so'zimiz journey. Jurnal. Ma'nosi sayohat ekan. Journey. Jurnalda sayohat qilish to'g'risida qo'llanmalar yozilgan. Journey. Wildga Oscar Wilde degan yozuvchi kelyapti. Yoki nima qo'ysa bo'ladi? Wild. U izohda yozib ketinglar o'zinglar variantinglar. Wild. Yovvoyi asov. Oscar Wilde yovvoyi zamonda yashagan ekan. Wild. Huge. Hugh Jackman kelyapti yoki huge. Hujjat, misol uchun hujjat. Katta hujjat tasavvur qilamiz. Huge. Alien. Alla kelyapti. Alien. Ma'nosi o'zga sayyorali ekan. O'zga sayyoralining allalab uxlatib qo'yganman. Alien. Keyingisi non ekan. Xo'p, non kelyapti. Ma'nosi hech narsa, hech qaysi. Non olgani bor edi, Navoiyxonaga Navoiy hech narsa qolmadi deyapti. Hech qaysi bir non qolmadi deyapti. Nan. Men bo'lsa non deb baqirib turaman. Nan. Keyingi so'zimiz necessary. Xo'p, bunga Messi kelyapti nimagadir. Necessary. Yoki Nasri degan futbolchi ham bo'lgan.
muhim o'yinlarda Nasri bilan Messi urushib ketyapti. Necessary. Bir-biriga shunaqa baqirib urushyapti. Keyingi so'z visible. Viza kelyapti. Viza karta yoki aniq ravshan. Viza kartamda aniq pul bor deb baqiryapman. Kassada pulingiz yo'q deb sotuvchi baqiryapti men. Visible. Keyingi so'zimiz patient ekan. Patient kelyapti. Patient vaqti bemor sabr. Hamma bemorlar shu peshin vaqti peshin namoziga ketayotgan tasavvur qilamiz. Bansaladan chiqib gapni salom olib qo'liga. Patient. Keyingi so'z rolik kelyapti. Yoki rol ma'nosi o'ramoq ekan. Ya'ni dumaloq qilib o'rash. Rolikka shu anaqaga o'xshab o'rayapmiz. Sushiga o'xshab. Roll. Rolik ichida baliq bor, baliq go'shti. Roll. Keyingi so'z ruins. Rul kelyapti, mashinaning ruli, ruinsga vayron ekan. Hamma joylar vayrona bo'lib yotibdi, yer qimirlab, rulla yotibdi, faqat rulla qolgan mashinada. Chang to'zonlar ichida. Ruins. Keyingi so'z hurtga qurt kelyapti. Hurt ma'nosi zarar yetkazmoq, xafa qilmoq ekan. Hurt. Xo'p. Qurtchilarga hamma zarar yetkazyapti ekan. Hurt. Describe'ga disk kelyapti. Describe ma'nosi tasvirlamoq ekan. Diskka shunday anaqa diskka o'tkazib qo'ydik, tasvirlab beryapti bizga. Kinoni ko'rsatibdi. Describe. So'zlar aylanib keldi. Daralashtiramiz har doimgidek. Yaxshi bo'lib ketdi. Xo'p, bo'ldi. Birinchi so'zimiz berry ekan. Berry ma'nosi obrazi Jerry edi, Tommy Jerry'dagi nima qilyotdi? Malina shu rezormeo yotdi. Xo'p, keyingi so'zimiz opinion. Do'ppini o'patdi. Nimaga? Shunaqa fikri bor edi. Fikri nuqtai nazar. Ya'ni shunaqa fikr bor, do'ppini o'psa hamma boy bo'lib ketadi. Xo'p, keyingi so'z familiar. Familiya menga yaqin. Mana yaqin tanish. Xo'p, worse. Nima bo'lyapti? Worse'lar borgan sari yomonlashib ketadi. Yomonroq mana. Keyingi so'zimiz serve. Ma'nosi xizmat qilmoq. Bitta ser bizga xizmat qilyapti, aksent qo'sh. Comprehend nima edi? Bitta kampir bizga tushundingmi deb yo'q urush beryapti. Comprehend tushunmoq, anglamoq. Describe disk nima qilyapti? Bizga tasvirlab beryapti. Xo'p, rolik nima qilyapti? Rolikka o'rayotdik sushiga o'xshab. Ma'nosi o'ramoq. Nan nima edi? Nan deb baqiryapti. Anovoy bo'lsa bizga hech narsa, hech qaysi biri qolmadi deb baqiryapti. Ma'nosi hech narsa, hech qaysi. Keyingi so'zimiz necessary. Messi bilan Nasri o'ta muhim o'yinlarda nima qilyapti? Urushyapti. Ma'nosi muhim. Visible. Men baqiryapti. Vizamda pul bor, aniq deb. Kassir aniq pul yo'q deb baqiryapti. Ma'nosi aniq. Visible. Aniq ravshan. Patient vaqti hamma qahq ketyapti. Hamma emas, aynan anaqalar bemorlar sabr bilan, mana bemor sabr. Keyingi so'zimiz trick. Bitta soldat nima qilyapti? Hiyla qilyapti. Tri bo'lsa ham o'likka sol bo'lsin. Hiyla aldash.
ruins, rulla qayerda yotuvdi? Xarobalar ichida, ma'nosi xaroba, vayrona. Hurt nima bo'lyotdi? Obrazni qurtdi, ya'ni qurtchi xotinlarni hamma nima qilyotdi? Shikastlayotdi, zarar beryotdi, xafa qilyotdi. Hop, journey. Jurnal kimlar uchun mo'ljallangan? Sayohat qiladiganlar, ya'ni sayohat. Wild, Oscar Wilde qayerda ijod qilgan? Yovvoyi zamonda, yovvoyi asov. Huge ekman yoki nima dedim? Huge. Hujjat dedim. Katta hujjat tasavvur qildik. Huge. Ulkan, alien. Hop, alien. Allaydi, ya'ni biz allaytib o'zga sayyoraga uxlatib qo'yayotdik. O'zga sayyorali. Oxirgi so'zimiz shelf. Nima edi? Bitta sherif javonni kitoblarga o'xshab turadi. Javon. Bugungi darsimiz shu. Charchamanglar.